Aybsiz yor izlasangiz dunyodan yolg'iz o'tib ketasiz. Aybsiz do'st izlasangiz dunyoda do'stsiz o'tasiz. Beayb Parvardigor hammani aybi bilan yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Bir odam 120 yoshga kirsalarda ulovlariga o'zlari birovning ko'magisiz minayotganlarini ko'rib hayron qolishdi. Shuncha yoshga borib buncha quvvat, buncha dadillik qayerdan deb qiziqib borib so'rashdi. Otaxon, siz yoshingiz shu yoshga yetgan bo'lsa-da, ulovingizga o'zingiz minmoqdasiz. Sizdagi bu g'ayrat, shijoat, tanning sog'ligi nimadan deb so'rashganda aytgan ekanlarki, tashladim yomon illat hasadni, Xudo berdi bu g'ayratli jasadni degan ekanlar. Birovlarga hasad qilmadim. Kimga Alloh bergan bo'lsa Alloh berdi. Alloh munosib ko'rdi. Shunga loyiqki Alloh berdi dedim. Hech bir odamga g'illi g'ash qilmadim.